Bo'lib boshqarma sinflarimizda maktabimizning 4-sinf o'quvchilarini maktab ma'muriyati maqtov yorlig'i bilan taqdirlaymiz. Marhamat, 4-sinf kelinglar qani. Qarsak bo'lsin bir, qarsak. 4-sinf. Urazim. Zamoni ham tabriklab qo'ying. Hammasini. Kelinglar. Bir tabriklab qo'ying. Juda yaxshi 4-sinf. Rasmga olib qo'yingizlar bularni, mana. Olingizlar rasmga, ha? Ha. Rasmga tushiring. Mana jamoani. Bitta qarsak bo'lsin. Qarsak bo'lsin 4-sinfga. Juda ham yaxshi. Endi 5-7-sinflar o'rtasida birinchi o'rin 7-sinf jamoasi. Marhamat, qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz. Qani turib rasmga tushing. Qani. Ota suratchilar yo'qmi? Ketdimi murabbiysi? Kelganmi? Yo, video olayapman. Maqtov yorlig'i bilan taqdirlanadi. Chiroyli qarsaklar 7-sinf juda chiroyli o'yin ko'rsatdi. Juda ham zo'r. Ha, zo'r. Bundan da rivojlantirish kerak. Bo'ldi. Abduqodir Husaynov sizlarda maktabda o'qigan o'yin. Hammamiz tushamiz rasm. Bundan ham kuchli o'yinchilar chiqadi. Demak, bugungi musobaqada 2-o'rinni qo'lga kiritgan 8-sinf jamoasini ham taqdirlaymiz. Keling. Qarsak bilan olqishlab qo'yasizlar 8-sinf jamoasi. Eng chiroyli o'yinni ko'rsatdi. Tabriklaymiz jamoa sardori. Tabriklaymiz. G'ofurjonov, hammasini bir tabriklab qo'ying. 8-sinf juda yaxshi. Rasmga tushiring. Demak, Tabriklaymiz. Qarsak bo'lsin. Dominasiya ha. Murabbiydan tabriklaymiz. Rahmat sizlarga. Endi joylaringga o'tasizlar. Bugungi musobaqa, ya'ni maktab chempionlari maktabimizning 11-sinf bitiruvchilari. Marhamat, jamoani bu yerga taklif qilamiz o'rtaga. Keling. Demak, maktab kasaba uyushma raisi Javliyev G'ofur domlalar bu o'yinchilarni, ya'ni o'quvchilarimizni taqdirlaydi. Qara. Birinchi bo'lib eng yaxshi Aslga. darvozabon Va Absattor Diyor. Sanjarbek, marhamat, qarsaklar olqishlab qo'yasizlar. Eng yaxshi himoyachi Jumrodov Ramazon, qarsaklar olqishlab qo'yasizlar. Kecha o'ynadi, mana mahallasini ham sharafini himoya qildi. Eng yaxshi o'yinchilarimizdan Rahmatullayev Mahmud, qarsaklar olqishlab qo'ying. Eng yaxshi o'yinchimiz mana Faqiy o'yinchilar. Xolmurod bor. Keyin siz ham taqdirlasangiz chiroyli chiqadi. Yo'q, chiroyli mana tarixda qolamiz. Hakam kelib tursin. Hakam. Sattorov Sardor, qarsaklar olqishlab qo'yasizlar. Medallar muborak bo'lsin. Eng yaxshi darvozabon ham o'yinchi Diyorbek Aliqulov. Yaxshi taqdirlab qo'ying. Hali bular endi maktabdan keyin ham qaysidir oliygohlar sharafini himoya qiladi. Asilbek Shaymurodov mahallada ham kecha 2 kun bular yuksalish mahallasi g'olib bo'ldi. Mana shu mahallada munosib o'rni bor. Bu ham yaxshi. Endi mana ko'chma kubokda o'yin maktabimizning 11-sinf o'quvchilari qo'lga kirityapti. Topshiring birinchi o'rin sohiblari Faxriyorlik gramatasi hamda maktab ko'chma kubogi. Ha. Kelinglar, bitta rasm tushaylik, yigitlar. Jamoa g'olib